Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men bir quvonchli xabar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bizni bozorimizda mana ancha yillardan beri bizni kutgan Chiladeda degan preparat paydo bo'ldi. Men bu to'g'rida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib, mana ko'p yillardan beri biz texnologlardan iltimos qilamizki, bizga bir universal shunaqa preparat qilib beringlarki, bu nima qilsin? Ham o'sha erkaklarda, ayollarda kuch-quvvatni oshirib beradigan, ham jinsiy faoliyatni kuchaytirib beradigan, bepushtlikka to'g'ridan to'g'ri davo qilib beradigan preparatni qilib beringlar deb doim iltimos qilib kelamiz. Lekin texnologlar bu narsa juda murakkab bo'lgani uchun, texnologik bu jarayon qiyin bo'lgani uchun shu bizani aytgan narsani qilib berishdan juda qiynalishardi. Mana o'zimiz 1,5 oydan beri shu preparatni qo'limizga olib, bemorlarimizga berib, bulardan o'sha bemorlardan, qabul qilgan bemorlardan birlamchi va kechiktirilgan o'sha oproslarni o'tkazdirib, bemorlardagi bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib, mana endi sizlarga bu haqda xabar bermoqchimiz.